Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulin Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Haj amali ul ibadat hamda ibadatni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zining o'rnagida qoldirdi hamda nasihat etib qoldirdi. Nechik siz buni ko'rasiz, mening ibadatimni hajni nechik o'tayim, shu ravishda siz uni o'tagiz dedi. Albatta haj o'zina qarata bir tartiblardan turadi. Kishi hajga kirishir oldindan ihrom xilini kira. Ya'ni ihrom xili narsasi u maxsus bir ibodat xili bo'lib turadi. Ihrom xilini biz ali namoz vaqtida da kiramiz. Takbiratul ihrom, Allohu akbar deb. Shu vaqtdan narsa ishlarga yaramay, namozda siylashirga, dunyo so'zini aytirga biz maxsus qibla tarafına qaraymiz hamda namoz duolarini o'qiymiz. Haj vaqtida da qachon kishi labbayk Allohu umratan niyatladim yo Alloh umra qilirga yoki niyatladim yo Alloh haj qilirga degan vaqtdan shu vaqtda u maxsus o'zining qarata bir talablari ishida bo'lib turadi. Yaqinlikdan, gunohlardan, kimchiliklardan u maxsus saqlanib turadi. Qaysisi ani ihrom xilin buzirga mumkin. Ir kishi ustidan ikkigina to'qima qola, izar va rido. Qaysini aning kindigidan olib tizina xatlik yo'qotaran bir to'qima hamda ustidan jilkalarini qoplaytirgan bir to'qima bo'lib turadi. Albatta uning ustida sabatlari, aning oyog'ida endi oyoq kiyimi qoldirgan mumkin, qaysi to'buqlarini ochiq qoldira, lekinda ir kishining ustida shu bir zo'r aytirlik ihrom hali bo'lib turadi. Xotin qiz g'adatiy bo'lgan holda qoladi. G'adatiy bo'lgan kiyimda qoladi inshaalloh taala. Hajga xatlik kishi umra o'ti. Hamda eng yaxshi hajlardan bo'lib turadi, u qaysi kishiga u joyli, u mutamatti, qachon boshda kishi Makka jilliklarına kirgan shahatlik, endi u niyatlab umra qila, hamda shu Makka jilliklarida umra qilgandan so'ng bir vaqtlar yashi, hamda haj vaqtlari kelib jetgach, Mina jilliklarına u niyatlab hajga chiqa. Ya'ni ana haji ikki o'lishdan turadi. Umradan hamda hajdan. Umuman deb aytgan vaqtda hajning eng zo'r farizi bo'lib turadi, u G'arafada bo'lib turadi. Shulay tavof bilan sa'ilari. Hozirgi vaqtda bizga joyli maxsus bor uyushmalar qaysilari to'playlar hajilarni turkumlarga, alarga qo'yilar yetakchilarni. Tatariston Cumhuriyatida u Dumurti haj uyushmasi qaysi Tataristonda hamda Rossiya ko'lamida ishli hamda zo'r sifatda u xizmatlarini topshiradi. Hamda andag'i bo'lgan yetakchilar, imomlar barcha ibodatlarni umrasin bo'lsin, sa'yin bo'lsin ekan, jamoratlarni tosh urg'uti bo'lsin ekan, bitinisin bayna anlatib vaqtida o'tiylar. Hozirgi vaqtda hojilar maxsus usullari bilan qurbonlarni shalmaylar. Majzara jilliklarida anda bitinisi joylanilgan, endi oqsholarimizni oldan to'lab, bizning qurbonlarimizni shalalar. Agarda ovoz biz kelsa, endi ani bir o'lishida olib qaytargan mumkin. Hozirgi vaqtda hoj yengil, alhamdulillah. Yo'llarimizda jafolanib boriga kerak tugan. Maqsad narsa halal mol-mulkatlarimizni to'plab, endi inshaalloh kerakli uyushmaga borib o'zi bizning keluvchilarimizni tuzib inshaalloh oldin darslarimiz hoj darslarini olib shu izgi amal ibodatlarga azirlanu. Kishi aytirga tegish tugil, meni kushim yetmay hojga deb. O'rgansin duosin, o'rgansin zikrlarin, o'rgansin amallarin, o'qisin kitoblarin. Shayat Alloh subhanahu va taolo yo'llarini ochib jibarir, barakatini berir. Hamda albatta ushbu izgi ishlarda da qatnashishga bir mumkinlik ochashadi inshaalloh. Alloh taolo Robbimiz Razzaq, Alloh taoladan duo qilamiz, so'rag'iz, ko'ngilingizdan maqsad bo'lsin inshaalloh. Hatto hojin o'tmasagizda maqsad uchun ajr savob bo'lashaq. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.